birlamchi 2 yillik bepushtlik bilan hamda tuxumdonlarda endometriozning kistalari bor patsientlarimiz tabiiy homilador bo'ldilar. Ulardan birgalikda sizlar bilan intervyu olamiz. Ketdik. Nafisa, intervyu beramizmi? Hozir sizni gapingiz bilasizmi, kim uchundir motivatsiya, kimgadir umid, kimgadir dalish harakat qilishiga yordam bergan bo'lishingiz mumkin. Kelishganimizda yuzingizni ko'rsatmaymiz. Bering, qachon keluvdingiz bizning klinikaga? Qatdan eshitdingiz o'zi? Biz haqimizda. Ginekologlar tavsiya qilganlar siz. Aprel oyida kelgandik xo'jayinim bilan. Menda endometriozning kista bor edi chap taraf tuxumdonimda. Rasm chizib qo'ygan ekanman. 2 santimetrlik. Xo'jayinimda varikotseli bor edi. Aprel oyidan boshlab shunga kelib davolandik hisobimizdan. Birgalikda o'zlari ham, xo'jayinlari ham. Sentyabr oyida homilador bo'ldim. Tabiiy homiladorlik, alhamdulillah. Bilasizlar, endometriozli, ayniqsa endometriozli qizlar homilador bo'lsa, juda ham xursand bo'lib ketaman. Chunki endometrioz reproduktologiyada jumboq kasalliklardan hisoblanadi. Patsientkamiz uchun juda ham xursandmiz. O'zida da ko'rdik, yurakchalari o'tirgan, chiroyli bolajon. Xudo xolisa bir oydan keyin skrining qilamiz. Taqdiri chiroyli bo'lsin. Sizga o'xshab homilador bo'larmikinman, qachon ona bo'laman deb o'tirgan dugonalaringizga, bizning kuzatuvchilarimizga nima degan bo'lardingiz? Bitta maslahat bering. Bitta maslahat. Eng avvalo inson Allohga ishonishi kerak. To'g'ri. Allohdan chin dildan duo qilib so'rasa, sababini qilsa, albatta Alloh beradi. Harakatdan to'xtamanglar, chiroyli duolaringizda davom etinglar va shu patsientkamga o'xshab tezgina natijaga erishinglar. Xudo xolisa Nafisa, bolangizni ko'tarib kelganingizni ham ko'rsataylik. Bag'ringizga bosib, mana tug'ib oldim deganingizni ham inshaalloh. Shu kunlarga ham keling.